Bugungi bemorimiz tishlarini oldirib, vaqtida tish qo'ydirmaganligi uchun o'sha masofa yopilib qolgan. Endi tish qo'ydirmoqchi bo'lganlarida buni imkoniyati yo'q. Shu sababdan bizga murojaat qilib kelishgan. Biz ularga tish qo'yish uchun o'sha masofani ochib berganimizni keys tahlilimizda ko'rib chiqamiz. Bu bemorimiz bizga murojaat qilib kelganida yuqoridagi 6-tishlarini olinganligi va u masofa yopilib qolganligi bilan shikoyat qilib kelishdi. To'g'ri, tishlarining umumiy holatlari unaqa zo'r emas. O'ng tomondagi tishlarida ham ozgina muammolar mavjud edi. Lekin asosiy ularni bizga murojaat qilishiga sabab 6-tish uchun implant qo'ydirish va mana shu masofani yetarlicha ochib berish uchun bizga murojaat qilib kelishgan. Tabiiyki, bu bemorimiz bizga ko'rinishida oson, bo'ldi, bitta mikroimplant qo'yamiz va rezinkalar yordamida tortamiz deb xayolimizga shu narsa kelgan. Tez hal qilib beramiz deb o'ylagan edik, lekin o'ylaganimizcha oson ish ketmadi. Sababi ularning suyaklarining qattiqlik darajasi sal yumshoqroq ekan. Shu sababdan bizda qo'ygan implantlarimiz, mikroimplantlarimiz uni ushlab qolish, stabilizatsiya darajasi biz xohlagan darajada bo'lmadi. Shuning uchun mikroimplantlarni ko'p miqdorda joyini o'zgartirdik. Har xil kattaroq razmerdagilarni ishlatib ko'rishga harakat qildik. Birinchi murojaat qilgan kunlari mana shu 7-tishimizni orqaga surishimiz kerak. Shu sababdan biz 8-tishlari olingan ekan ancha oldin shu olingan tish sohasiga biz mikroimplantimizni o'rnatdik va 7-tishimizni medial tomoniga breketimizni yoki knopkamizni o'rnatib shu rezinkalar yordamida tishni orqaga surishni boshladik. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin mana shu mikroimplantimiz qimirlab qoldi. Qimirlagandan keyin bu bizga kerakli natijani, kerakli oporani bermaydi, tayanchni bermaydi. Shu sababdan uni joyini o'zgartirishga qaror qilganmiz. Mana bu holatda edi boshida kelganda masofamiz anchagina kichkina. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, qarama-qarshi tomondagi 6-tishimiz razmeri anchagina katta, bahaybat. Mana shunga yarasha biz tishga joy ochib berishimiz kerak edi. Bu yoqdagi holat qanday holatda tortayotganimizni biz tishni to'liq o'rab olib, mana shu holatda orqaga tortishga harakat qilganmiz. Shuning uchun unaqa ko'p qiyinchiliklarsiz bitta dona brekit toshi, bitta dona mikroimplant orqali biz buni orqaga tortishni reja qilgan edik. Prikuslarini ko'rishimiz mumkin. Bemorimizni tishlarida yedirilish stereymisi bor, ya'ni tishlarini vaqtida qo'ydirmaganligi sababli ularning prikusida o'zgarish bo'lgan. Shu sababdan tishlari yedirilgan. Shuning uchun olingan tishni vaqtida agar joyida qo'yilmasa, bu tish qolgan yo'qotilgan tishni asorati hisobida qolgan tishlarni ham yedirilishi, tishlarni bir-biriga ishqalanishi kuzatilishi mumkin. Yoki bo'lmasam bo'g'imda qandaydir muammolar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu bemorimizda rejada kelajakda butun tishlarini qaytadan tiklash va barcha tishlarini yo'qotilgan tishlarni o'rnini qaytadan tiklash reja qilingan edi. Ya'ni totalniy, ya'ni tepaga 14 ta tish, pastga 14 ta tish qo'yilishi rejalashtirilgan edi. Va biz xohlagan darajada tishni orqaga sura olmaganligimiz sababli, boyaga qo'ygan mikroimplantimiz qimirlab qolganligi sababli biz mikroimplantning razmerini, hajmini va joylashgan joyini o'zgartirishga qaror qildik va biz mikroimplantimizni biroz kattaroq razmerdagisini o'sha olingan 6-tishni o'rniga qo'ydik. Va mana shu qo'yilgan mikroimplantimizga biz qo'shimcha ravishda 4-tishimizga breketlarni o'rnatib, o'sha mikroimplantimizga shu breket yordamida, sim yordamida boylab qo'yganmiz va ularni orasiga dugalar orqali, prujina orqali ularni aktiv holatga keltirib, 7-tishimizni orqaga itarishni reja qilib, shu ishni boshlaganmiz. Bu tepadan ko'rinishi. Bu yoqda biz 4-tishimizga breket qo'yishimizdan asosiy maqsad 5-tishimiz sun'iy qoplamaydi. Shuning uchun unda breketning fiksatsiyasi biz xohlagan darajada bo'lmas edi. Va dugamiz qanchalik, prujinamiz qanchalik uzun bo'lsa, uni passiv kuch berishi shunchalik yaxshi bo'ladi. Ya'ni qattiq kuch berilmaydi va sekin kuch va doimiy kuch ta'sirida tishimiz orqaga yaxshi suriladi. Undan tashqari 7-tishimizga trubkamiz, ya'ni breketimizni o'rnatib, ular orasiga o'zini maxsus itaradigan prujinamizni qo'yganmiz. Savol tug'ilishi mumkin o'z-o'zidan. Mana shu prujinamizning kuchi 7-tishimiz baquvvatroq
kattaroq hajmi, ildizi katta bo'ladi. Uni kuchi ko'proq 4-tishga nisbatan. Shuning uchun 4-tishni oldinga itarib yubormaydimi degan savol tug'iladi. Mana shu narsa sodir bo'lmasligi uchun biz mikroimplantimizni 6-tish sohasiga o'rnatib, sim bilan boylab qo'yganmiz. Bunday holatda prujina itarishga harakat qiladi va bu asosan o'zini kuchini 7-tishni orqaga itarishga sarflaydi. Mana shuni hisobiga biz 7-tishlarni orqaga itarib berishga harakat qilganmiz. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, orqa tomonda mikroimplantning olingan joyi 3 ta dona o'rni turibdi. Mana bu eski holati, yumshab qolgan. U yoqdan olib biz sal orqaroqqa, chaproqqa qo'yishga harakat qilib qo'yganmiz, lekin baribir buni stabilizatsiyasi, ya'ni mustahkamlik darajasi biz xohlagan darajada bo'lmaganligi uchun u yoqqa mikroimplantni qo'ymaslikka qaror qilganmiz. Mana bu ko'k narsamiz bu o'sha prikusini ko'tarish uchun. Ba'zan shunday holatlar bo'ladi, pastidagi tishish qarshilik ko'rsatishi mumkin. Bunday holatlarda biz biroz prikusni ko'tarishga qaror qilamiz va erishilgan natijaga baho berishingiz mumkin. Mana bu bizni joyini ochgan holatimiz. Bu yerda o'sha breketlarimiz yechildi, mikroimplantlarimiz yechildi. Tishlarimizni holati qanday holatda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Yon tomondan ko'rinishi. Mana shu rasmda biz ko'rishimiz mumkin. Tepa tishimizda boshida orasi ochilishidagi holat. Mana bu orasi ochilgandan keyingi holatni ko'rishimiz mumkin. Bizga keraklicha masofa ochildi. Endi bu yoqqa bemalol implant yoki ortopedik moslamalar yordamida mana shu tishni to'liqligicha tiklash imkoni bor. Bu bemorimiz apparatlar yechilishidan oldin kerakli masofa ochilgandan keyin bu yoqqa hozir implant o'rnatilgan, faqat usti yopilgan. Biz breketimizni yechgandan keyin bular ortopedik konstruksiyani o'sha o'rnatishga tayyor edi. O'sha ortopedik qoplamani o'rnatishlari mumkin edi. Ko'pincha savol tug'ilishi mumkin. Hozir stabilizatsiyasi qanaqa bo'ladi? Apparat yechilgandan keyin yana bu tish orqaga qaytib ketmaydimi degan holat. Biz buni ortopeddan so'raganmiz, tish qo'yadigan mutaxassisimizdan so'rab yechganmiz. U mana shu joyga vaqtinchalik koronkalar, vaqtinchalik qoplamalar qilib berish natijasida mana shu masofani saqlab turishini aytgan edi. Shuning uchun bu bemorimizda apparatlari yechildi. Hozir ichida implantlari bor. Kelajakda bu yerda koronkalar o'rnatilinadi. Mana bu yerda ham to'liq tish qatorini ko'rishimiz mumkin. Oldingi holati mana bu masofamiz, ochilgan natija. O'ng tomonida ham koronkalarimiz to'liqligicha hali tiklanmagan edi. Bu o'sha tiklangan holatdagisini ko'rishimiz mumkin. Bu hammasi vaqtinchalik qoplamalar. Ortopedik stomatologimiz endi bu bemorimizda hozirgi kunda splin terapiya muolajasini o'tkazib, bo'g'imlarini pastki jag'ni to'g'ri holatga qo'yib, total tish qo'yishga tayyorgarlik ko'rib borishyapti hozirgi kunda. Agar sizda ham xuddi shunga o'xshash muammolar bo'lsa, telefon raqamimiz orqali qo'ng'iroq qilib bog'lanib, bizga konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Bunga birgalikda yechim topishga harakat qilamiz.